Assalomu alaykum. Bugun Ramazon oyining 18-kuni. 18-padakta. Mana buni ochib ko'ramiz. Wow. Bunaqa. Bolinguriya. Xullas, Dilorom opaga savolim, qaysi surada sehrgarlar iymon keltirilgan voqeasi bor? Hammaga salom. Ramazonning yana bitta kuni. Hammaga oson bo'lsin, xayrli bo'lsin. Tutgan ro'zinglar qabul bo'lib, niyatinglarga Alloh erishtirsin. Yana sovg'a ochadigan bo'lsak, lafzi savollarga keladigan bo'lsak, sura Al-Taha. Meni savolimga keladigan bo'lsak, oson beraman, baribir hech kim javob yozmayapti. Qaysi payg'ambarimiz otasiz tug'ilganlar? Shundan keyin Alloh bo'l desa bo'ladi degan anaqa chiqqan. Kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin, xohlasanglar. Yo'q. Menga bugun qo'limga krem shunaqa. Как раз kichkina kremim yo'q edi. Balzam, sitrus lime, ayo after shower balzam ekan, chig'il chiqqandan keyin.